Assalomu alaykum do'stlar, men Kinamanman va bu Yoshlik eliksiri filmi. Fabrika rahbari abadiy yoshlik eliksirini ixtiro qildim deb o'ylagan edi, biroq bu ixtiro yuzlab insonlarni qonxo'r zombilarga aylantirdi. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Indoneziyada shahar meri oilasi uchun ziyofat uyushtirmoqda. Mehmonlarga ichimlik tarqatib yurgan Nensih bazmga yigitchasi ham kelganligini ko'rib, aftini bijmaytirib ketib qoladi. Uning ortidan uzr so'rab yugurgan yigit uning qo'ng'iroqlariga nega javob bermaganligini tushuntirmoqchi bo'ladi. Nensih esa agar unga uylanish niyati bo'lmasa, uni tinch qo'yishini so'raydi. Raman esa oldin Jendra olib, keyin uylanmoqchi bo'lganligini aytadi. Shu paytda unga ishdan qo'ng'iroq qilishadi va qizga Jendra olsa albatta to'y qilishlarini aytib ketadi. U ketgach, qandaydir mashina katta tezlikda mehmonlar ustiga bostirib keladi. Oila boshi haydovchini mast deb o'ylab slovaridagi bor so'kinish bilan so'kib eshikni ochganida, o'kirishni boshlagan haydovchi unga tashlanib barchaning ko'z o'ngida uni g'ajishni boshlaydi. Bularning bari 5 soat oldin boshlangan edi. Vanivaris fabrikasida ishchilar yangi dori namunalarini ishlab chiqishdi. Bu dori hukumat tomonidan tasdiqlanmagan bo'lsa-da, fabrika egalari uni sotuvga chiqarish fikridan qaytishmagandi. Namunalardan birini fabrika egasiga, yana birini esa uning hamkoriga jo'natishadi. Ayni damda fabrika rahbarining qizi o'g'li bilan bobosinikiga jo'namoqda edi. Uning kayfiyati yo'qligini ko'rgan eri buni yoqtirishmasa-da, chidashga majburliklarini aytadi. Er-xotinlarning munosabatlari unchalik ham yaxshi emasdi va ajrashib ketishlari yaqin edi. Otasinikiga kelgan Keynning bir paytlari yaqin dugonasi bo'la turib otasiga ilakishib olgan Karinani ko'rgani ko'zi yo'q edi. G'alati-ya? Bir paytlar tugosh deb yurgan odaming bir kechada senga o'gay ona bo'lib tursa. Fabrika rahbari Sadamin yangi dori namunasini ichadi. Karina fabrikani sotganlardan so'ng sayohatga jo'nab, bola ko'rish haqida o'ylab ko'rishni taklif qiladi. Ertasi kuni dushdan chiqqan Sadamin oynaga qararkan anchagina yosharganligini ko'rib hayratga tushadi. Yangi dori ish berganligidan juda xursand bo'ladi. Buni ko'rgan Karina ham endi Viagraga hojat yo'qligidan juda xursand bo'ladi. Biroq Sadaminning orqasida g'alati dog' paydo bo'lgandi. Bir necha soatdan so'ng bolalari bilan uchrashgan Sadamin qizining erini fabrika uchun gavno reklama olganligini aytib koyi beradi. Uning yosharib ketganligini ko'rgan qizi va kuyovi uning fabrikasini sotish fikridan qaytganligini eshitib yanada lol qolishadi. U yoshlik eliksiri nomini bergan dorisi uni dunyodagi eng boy insonga aylantirishiga ishonardi. Biroq erining mehrini shundoq ham kam his qilayotgan Karina uning pensiyaga chiqmasligidan xafa bo'ladi. Keyin esa erining xiyonati sabab u bilan ajrashmoqchi ekanligini va o'g'lining kelajagi uchun o'z biznesini ochmoqchi bo'lganligini aytadi. Ular fabrikaning sotilishidan tushadigan pullarni bo'lishib olishni ko'zlashgan edi. Janjal avjiga chiqqan paytda Sadamin o'zini yomon his qila boshlaydi, biroq buni qolganlarga bildirmaydi. Barchaga og'izlarini yumishni buyurgan erkak fabrikani sotmasligini tushuntirib qo'yadi. Shu damda Sadamin o'zini yanada og'irroq his qiladi va uning bo'ynidagi yallig'lanish izlarini ko'rishadi. To'satdan qon qusishni boshlagan Sadamin shu zahoti til tortmay o'ladi. Sarosimaga tushgan oila a'zolari tez yordam chaqirishga urinishayotgan paytda Sadamin zombi shaklida qayta tiriladi. U oldidan chiqqan xizmatkorlarga tashlanib yotishlab yokida og'ziga qon tupurib quturishni boshlaydi. Bundan so'ng o'g'li Benga tashlanadi. Karina va qizi uni ushlab qolishgan paytda Ben unga quroldan o'q uzib o'ldirib qo'yadi. Barcha ko'rganlardan shokka tushib turgan paytda haydovchilari mashinaga o'tirib u yerdan qochib qoladi. Ben o'zini otasining o'limida ayblarkan, Ken buning baxtsiz hodisa bo'lganligini tushuntiradi. Bu vaqtda Sadamin tishlagan xizmatkorlardan biri ham zombiga aylanib ko'ziga ko'ringanini g'ajishga urinadi. Oqibatda xo'jayinlarni himoya qilishni istagan oqsochning o'zi quturgan hamkasbining qurboniga aylanadi. Qolganlar qochishga urinishayotgan paytda ichkariga kirgan aka-singillar hech kim yo'qligini ko'rishadi. Oqsoch zombiga duch kelgan aka-singillar eshiklarni mahkamlab qochib qolishadi. Bundan so'ng mashinaga o'tirib qarg'ish tekkan joydan uzoqroqqa ketishadi. Politsiya mahkamasiga ketayotgan haydovchi ham zombiga aylanadi va boshqaruvni yo'qotib boshlangan joyimizga bayramga taklifsiz tashrif buyuradi. Ayni damda Karina bilan qochganlar yo'lda labochani topishadi, biroq u qulflangan edi. Yetmaganiga xizmatkor ham ularning ortidan keladi va ularni topolmasdan endi ketmoqchi bo'lganida telefon ovozini eshitib qolib qochoqlarni topib g'ajishga urinadi, biroq panshaxa topgan Karina unga zarba beradi. Kutilmaganda yog'ishni boshlagan yomg'ir zombini karaxt qilib qo'yadi.
Vaqtdan foydalangan guruh esa qochib qoladi. Nihoyat go'shakni olgan Rudi keyingi xo'jayinlarning uyida uchrashishni tayinlaydi. Belgilangan manzilga kelishganlarida bu yerdagilar ham zombiga aylanganligini ko'rishadi. Sezdirmasdan ichkariga kirishga urinishganlarida haydovchi oqsochni topib hujum qiladi va shovqinga boshqa baqamiyalar ham yetib kelgach, Rudi qolganlar bilan uyda berkinishga ulguradi. Aka-singillar ham yetib kelishadi va qonli bazmga guvoh bo'lishadi. Ularni ko'rgan zombilar toza qon ilinjida ular tomon harakatlanishadi. Ko'chaga chiqqan zombilar yo'llarda uchragan kimsani g'ajib, kasallik tarqatishni boshlashadi. Zombilar ketishgach uydan chiqqan guruh haydovchining mashinasida qochmoqchi bo'lishadi, biroq u yuradigan ahvolda emasdi. Shu damda ularni ko'rib qolgan oqsoch zombi ularni ta'qib qila boshlaydi. Karina va Ryanlar yaqin oradagi uyda yashirinishganlarida Rudi oqsochni biryoqlik qilishga qoladi. Rudi qonxo'r bilan hayot-mamot jangini o'tkazadi va afti bir holda ichkariga qochib kiradi. Qonga botgan Rudi ahvoli yaxshiligini aytadi. Karina uning qonini artish uchun latta izlab ketganida Rudi qo'li tishlanganligini payqab qoladi. O'g'lini quchoqlab yaxshi ko'rishini aytgan Rudi onasiga g'amxo'rlik qilishini so'raydi. Ortiga qaytgan Karina Rudining ham zombiga aylanganligini ko'radi. U qizga tashlanishi bilan Ryan uni himoya qilib o'zi zombi tagida qoladi va bu safar Karina bolakayni saqlab qolgach, birgalikda qo'shnixonada berkinib olishadi. Karina eshikni qo'yib yuborgach, ichkariga otilib kirgan Rudi to'g'ri suv nasozi qozig'iga tiralib qoladi. Aka-singillar esa politsiya mahkamasiga yetib kelishadi. Ularning gaplariga ishonmagan politsiyachilar holatni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun kelishadi va ularning gaplariga ishonib mahkamada jimgina berkinib o'tirmaganlaridan qattiq pushaymon bo'lishadi. Kapitan bir amallab mahkamaga yetib keladi. Zombilar ham mahkamani qurshab olishgach, eshiklar oldiga to'siqlar qo'yib chiqishadi. Roman tez yordam chaqirishga urinadi, biroq endi kech edi. U zombini otib o'ldirmoqchi bo'ladi, biroq bundan foyda chiqmagach, kuchlarni birlashtirgan guruh kapitanni bir amallab panjara ortiga tiqishga muvaffaq bo'lishadi. Ammo bu turma ko'chadagi zombilarni tiqish uchun kichiklik qilardi. Roman yordam so'rash uchun boshqa mahkamalarga qo'ng'iroq qiladi. Shu damda keyinga qo'ng'iroq qilgan Karina uni Ryanga berib bechora onasining xavotirlarini yengillashtiradi. Biroq Rudining zombiga aylanganligini eshitgan Keyn ko'z yoshini to'xtatib tura olmaydi. Ko'p o'tmasdan zombilar qurt qumursqalardek ko'payishni boshlaydi. Roman esa boshqa mahkamalardan javob oladi. Afsuski ular ham zombilar qurshovda qolganliklari sabab hech kimga yordam berisha olmasdi. Yuqoriga chiqqan ucholon zombilar bazmi boshlanganligini ko'rishadi. Karinaga qo'ng'iroq qilgan Keyn bu yerdan chiqa olmasliklarini aytib, u bilan yarashib oladi va unga nimadir bo'lsa, o'g'liga qarashini iltimos qiladi. Mahkamadan sal nariroqda kimdir iltijo qo'shiqlarini qo'yadi va zombilar o'sha tomonga harakatlanishadi. Roman musodara qilingan salyutlar haqida eslab qoladi va ulardan birini ishga soladi. Ovozga chalg'igan zombilar mahkama eshiklari oldidan ketishadi. Roman barchaga bronjilet kiygizib qurol berib chiqadi. Zombilar hali ketishmagandi va Roman eshikni qiya ochib, yana salyutlarni ishga soladi va bu ish bergach, ko'chaga chiqib mashina izlashni boshlashadi. Biroq zombilar ta'qibiga uchrashadi. Ulardan biriga o'q uzgan Roman zombilar kallasiga o'q tekkachgina o'lishlarini tushunadi. O'q ovozi qolgan zombilarni ham o'ziga jalb qiladi va uchovlon yuzlab zombilar qurshovda qolishadi. Chaqmoq chaqishi bilan Rudi yana quturishni boshlab nasozni sindiradi. Bu esa qolgan zombilarning ham e'tiborini jalb qilib, Karina va Romanning kadisi berkingan uyni o'rab olishadi. Samoda yana chaqmoq chaqqach, zombilar bir necha soniyaga qotib qolishadi va yana o'zlariga kelib uchovlonga tashlanishadi. Kutilmaganda yomg'ir yog'ishni boshlagach, zombilar karaxt holda qotib qolishadi. Bundan foydalangan uchovlon sekin surib qoladi. Yomg'ir zombilarni karaxt holga solganligini ko'rgan Karina bu yerdan ketish kerakligini aytadi. Nancy mototsiklni olib chiqishi bilan Rudi eshikni buzib tashqariga chiqib oladi. Ular motoga o'tirib qochisharkan ortilaridan chiqqan Rudi yomg'ir tomchilari ostida qotib qoladi. Yomg'ir to'xtashi bilan zombilar yana harakatga kelishadi. Keyin esa zombilarni otib o'ldirishga urinadi, biroq o'q tugab qoladi. Yigitlar mahkamaga qochib kirisharkan, keyin mashinalardan biriga minib zombilardan himoyalanadi va mashinani yoqishga urinadi. Shu damda Karina va Nancylar yetib kelishgach, ularga signal berayotgan Keynni topishadi. Zombilar endi ularga hujum qilmoqchi bo'lishganlarida samoda salyut paqillashni boshlaydi va baqamiyalar ovoz tomon ketib qolishgach, Keyn mashinadan chiqib o'g'li oldiga oshiqadi. Biroq oqsoch zombi hali ham xo'jayinlardan alamini ola olmagandi. Karina va Keynlar uni tutib turishganlarida Nancy boshiga pichoq tiqib qo'yadi. Salyutlar otilishi tugagach, zombilar ortlariga qayta boshlashadi va guruh yana mashinada berkinib olishadi. Ular bir amallab mashinani yoqishni uddalashadi va yo'llardan chiqqan zombilarni yanchib o'tishadi. Afsuski tormoz ishlamasdi va to'g'ri mahkamaga borib burilishadi. Roman kadisi bilan uchrashadi, biroq Benning oyog'i mashina tagida qolib ketgandi. Zombilar buzilgan devorlarni oralab ichkariga kira boshlashadi.
Roman va Benlar ularni o'qqa tutishadi. Biroq bu bilan ularning soni tugamasdi. Orqa eshikni tekshirgan Karina u yerdan qochish mumkinligini ko'radi. Ular Benni chiqarib olishga urinishadi, biroq uddalay olishmaydi va Ben usiz ketishlarini so'raydi. Nancy qo'rquvdan qafasga borib uriladi va kapitan fursatni qo'ldan boy bermaydi. Uni tortib olgan Roman esa kapitanni otib tashlaydi. Ichkariga bostirib kirgan zombilar sevishganlarni qo'shmozor qilishga urinishadi va Layli Majnunlar qo'l ushlashib halok bo'lishadi. Keyin esa teshikdan kira olmayotgan zombilarni otarkan Rudini ko'rib qotib qoladi. Rudi unga tashlanganida bolasi himoya qilmoqchi bo'ladi, biroq Karina uni olib ketadi. Ben Rudining oyog'idan ushlab turarkan, Karina bir amallab uning boshidan darcha ochadi. Ben zombilarni chalg'itish uchun salyutni ishga solarkan, dugoshlar bolani olib qochib qolishadi. Zombilar talpasi ichkariga bostirib kirib, Benni mayda bo'laklarga bo'lishadi. Yoqilg'i ustiga tushgan salyut esa katta portlashga sabab bo'ladi. Mahkamadan ancha uzoqqa ketgan dugoshlar ishdan chiqmagan texnikani izlasharkan, keyin tishlanganligini payqab qoladi. O'g'lini qattiq quchoqlagan ayol ular bilan ketolmasligini aytadi. Bundan so'ng dugonasiga o'g'liga g'amxo'rlik qilishni vasiyat qilib, qo'liga qurolni oladi. Shu damda yarim yonayotgan zombilar paydo bo'ladi va keyin ularni chalg'itish uchun salyutni ishga soladi. Karina va Ryanlar qochib qolishadi. Ular uzoqroqqa ketishgach, keyin o'z joniga qasd qiladi. Tongga yaqin shahar tomon yo'l olgan Karina ortlaridan tirik qolgan zombilar kelayotganligini payqamaydi. Bu vaqtda fabrika homiylaridan biri eliksir namunasini olib uni qabul qilishga ham ulgurgan edi. Demakki, tez orada go'sht narxi arzonlab ketadi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Maslahatim yoshartirar ekan deb har baloni ichib yurmang. To'g'ri, ular sizni zombiga aylantirmasligi mumkin, ammo kelajakda unitaz ajralmas do'stingizga aylanishi kafolatlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, bay bay.